Okey. Ani gullaringni nechi puldan? Okey. 300 ming. Kelishtirib berasizmi? Okey, bo'ladigan nechi pul? Aytdim u narxini. To'g'ri oling. Ben bu jintidan bozorga olib chiqqanman, 2 haftadan beri sotilmasa asabga deyapti. Uni buni qo'y, o'zingda nima gapni bugun o'tiramizmi? Okey, qancha so'rayapsizlar? Yozib qo'yilgan aka, hamma tanisi o'qib oling. Nima deyapti o'rtoq? Lekin o'tgan safargi joy menga yoqmadi o'rtoq, boshqa joyga boraylik. Sen ham jinnisan deb bordi. Senga bitta gap gapirib keyin qochish kerak-da. Okey, kraskasi tozami? Okey, sizga gapiryapman. Turibdi-yu mashina, ko'rib olsangiz, nima ko'p savol berasiz? Bo'ldi o'rtoq. Ha, lekin normalda sostoyanalari zo'r mashina. Kun ham kech bo'lib qopti. Bugun nimagadir suvda pas. Okajon, lekin zo'r gul tanladingiz. Kelib turing aka. Okajon, muomalangizga gap bo'lishi mumkin emas. Onamlarga olmoqchi edim, ayolimga ham qo'shib oldim. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling okajon, xizmatlar bo'lsa shu yerdamiz. Rahmat. Bu hafta ham sotilmasdan qolib ketadi shekilli. Shu mashinani oling, maza qilmaysiz. Uydagilarning xizmatini qiladi. Bo'ldi, bo'lmasam shu narxga barakami? Baraka. Bugun ikkinchi mashinamni sotdim, yaxshiligiga xizmat qilsin.